bayraming bilan. Bu senga 8-mart kuni. Rahmat. Bugun 8-mart. Aksar ayollarni bayrami. Endi tabrik deymizmi buni bilmadim. Xullas she'riy bir satrlarimiz bor edi. O'shani o'qib bermoqchiman. Diqqat bilan eshitinglar. Bismillahga boshlay shu she'rni. Ko'zin ochib bu johil elni, islom uchun boylangiz belni, 8-martni unutgin ummat. Maktablardan buzmang tarbiyani, tabriklamang ayol ommani, chaqiraman shunga hammani, 8-martni unutgin ummat. Pul yig'asiz o'qituvchilarga, sinfdagi barcha qizlarga, ne bo'layapti axir bizlarga, 8-martni unutgin ummat. Sovg'a olib bog'cha opasiga, gul olishib xalq yoppasiga, unutamiz so'ng ertasiga, bo'ldi butkul unutgin ummat. Muslimaga bu satr farzdir, sizga bu so'z qiyomat qarzdir, tabriklagan qalbim marazdir, 8-martni unutgin ummat. Bo'ldi yetar ochiq yurgani, bir-birini sevib suygani, asli shudir qalbni o'lgani, 8-martni unutgin ummat. Qadam bosing Robbim tomonga, ergashmasdan fahshu zamonga, so'zim yetsin yaxshi yomonga, 8-martni unutgin ummat. Har kuni sev, agarda sevsang, ayolingni malika bilsang, yaratganga itoat qilsang, 8-martni unutgin ummat. Fohishalarni bayrami bilsang, gunohkorsan satrsiz yursang, sen Allohni eslatgan o'qsan, bu bayramni unutgin ummat. Afsus unutishni xohlamas ummat. She'rimizning muallifi Muhammad Husan Marg'iloni ekanmiz. Nima deymiz? Bu fohishalarni bayrami bo'lsa, fohishalarni tabriklaymiz. Товарищи женщины, почему вы молчите? Сегодня же ваш день, 8 марта. Скажите же свое слово, женщины. Вон, сняла, молодец. Смотри, солдат. Видишь? Первая. Проклятые безбожники! Снимите бомжу.